Telekanalimiz tomonidan e'lon qilingan omadli tomoshabin mega aksiyasi tobora qizg'in pallaga kirdi. Unda har kuni ishtirokchilar orasidan g'oliblar aniqlanib, ularga qimmatbaho sovg'alar topshirilmoqda. Ana shunday kunlik o'yinlarda navbatdagi omadli sovrin samarqandlik muxlisimizga nasib etdi. 26 dekabrga qadar davom etadigan mega aksiyada siz ham ishtirok eting. Chunki aynan siz 50 million so'mlik bosh sovrin sohibiga aylanishingiz mumkin. Mening yurtim telekanali tomonidan e'lon qilingan aksiya ayni kunlarda qizg'in davom etmoqda. Navbatdagi qimmatbaho sovg'a, ya'ni televizor, jonboylik muxlisamizga nasib etdi. Kuning kech bo'lishiga ham qaramasdan sovg'ani o'z egasiga yetkazish maqsadida jonboyga yetib keldik. Shartlar bajarib, shu chiqqan kodlar yuborib turdik vaqtida. Xursand bo'ldik, rosa ham o'z o'ylab yurdik, shu televizor bo'lsa deb yutsak edi deb. Shu yutib qolibmiz, xursand bo'ldik hammamiz. Yangi yilga sovg'a bo'ldida. 26 dekabrga qadar davom etadigan mega aksiyada ishtirok etish shartlari juda oddiy. Har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha ekranda chiqadigan sirli raqamlarni maxsus botga yuborasiz. Aksiya g'oliblari esa har kuni jonli efirda aniqlab boriladi. Siz ham o'zingizni sinab ko'ring. Bosh sovrin 50 million so'm.